Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalim obunachilari, sog' salomat yuribsizmi? Bugun sizlarga o'sha ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan Rolton zavodini ko'rsataman. Rolton Marvin brendi asosida ishlab chiqariladigan Backbone oltinlari ko'pchilik sevib iste'mol qiladi, ayniqsa bolalar. Sizlarga hozir shuni ko'rsataman. Hozir men ishga ketyapman. Den noch ishlaymiz. Bir kun den, bir kun och, bir kun isitma, bir kun xatma. Ya'ni 2 kun dam olish kunimizga. Uyim bilan ishxonamning orasi 10 daqiqalik vaqt oladi. Bizda ham bahor kelib, havo ancha yaxshilanib qoldi. Har doim piyoda borib kelaman ishga. Toza havodan nafas olib. Turmush o'rtog'im bilan birga ishlaymiz. Farzandlarimni o'z yurtimizda qoldirib kelganman. Qaynota qaynonamga so'xda ishlash ham oson emas. Birinchi kelganimda juda ko'p qiynaldim. Turmush o'rtog'im yonimda bo'lsalar ham farzandlarimni sog'inib, o'z yurtimni sog'inib juda ham ko'p qiynaldim. 3 yildan beri shu yerda ishlaymiz. Topgan pulimizdan farzandlarimizni o'qityapmiz. Allohga shukr, alhamdulillah. Birinchi o'rinda farzandlarimiz o'qishi uchun harakat qilyapmiz. Keyin qolgan orttirgan pullarimizdan uy-joylarimizni tuzatib boryapmiz. Asosiy maqsadimiz farzandlarimizni ilmli qilish albatta. Havo yaxshilanib qoldi. O'z yurtimizni bir sog'inamiz, chunki fayzi boshqacha. Ertalab yurtimizda azonning ovozi, xo'rozlarning qichqirishi, qo'y mollarning marashi eshitiladi. O'z yurtimning baribir fayzi boshqacha. Bu yerda ham ancha o'rganib qoldim. Lekin baribir ko'p yurtimni, farzandlarimni, yaqinlarimni sog'inaman. Ishxonamiz juda ham issiq, ichkari, chunki Rolton pishirish uchun pechka juda ko'p pechkalar ishlaydi. Shuni hisobidan ishxonaning ichkari juda issiq. Xuddi yozday 80-90 gradusgacha isiydi yozda. O'zi ishxona tomonidan formalar berilgan. Mana bu yo'g'i ham Roltonning ikkinchi eski zdaniyasi. Bu yo'g'i yangi zdaniyasi. Juda katta maydonda qurilgan ish zavodi. Marvin brendi ostida ishlab chiqariladi barcha mahsulot, makaron mahsulotlari, chipsi mahsulotlari. Sizlarga hozir ko'rsataman. Bu yer juda ham chiroyli qurilgan. Ishchilar uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Obyektlarimizni beradi. Ofisni samokat ham qo'ldirib ketishga, bu yerda bemalol ko'chaga samokatlarni qo'ldirib ketishadi, chunki hamma joyda kamera, hech kim ishonasiga tegmaydi. Shomning vaqti bizda, shomni qo'yib ishga chiqdim. Seyitlar juda ham chiroyli ko'rinadi kechqurun. Hozir ichkariga kiramiz. Bu yerda barcha ishchilarning mashinalari, avtoturargohi, ya'ni barcha ishchilar shu yerga mashinasini qo'yib ishga kiradi. Ishchilar dam olish uchun barcha sharoitlar qilib berilgan. Yaxshi hurmat izzat qilishadi. Turli xil din vakillari millat vakillari ishlashadi bu yerda. Tojiklar, qirg'izlar ham bor. Ko'pisi rus, qozoq, Ozarbayjon, har qaysi millatdan kelib ishlashadi bu yerda ishchilar. Juda ham chiroyli Marvin deb yozilgan. Narigi avtoturargohida avtobuslar bilan ishchilarni olib kelishadi. Ishchilarni etib ketish uchun avtobuslar qo'yilgan besplatni. Narigi tarafida esa furalar har qaysi yurtlardan kelib olib ketishadi, ochratda turishadi, zakaz
bilan kelishadi. Mana bu yerda afsonadan kiramiz. Bu yerda afsonalar turadi. Shlagblaumdan o'zimizni kodimiz bor, plastikda lansa qilib bergan, o'sha orqali o'tamiz. Ishchilarni, avtobuslarni kiydiradi. Narigi tarafda esa furalar turadi. Mana ichkari tomonni sizlarga ko'rsatyapman. Mana narigi tarafda buxgalteriya boshlanib, mana bu yerdan biz kirib, 3 etaj bor, bu razdevalkasi bor. Keyin orqa tarafiga ishga o'tib ketamiz. Mana ertalab ham bo'ldi, qizlar mashinadan chiqdilar. Endi uyga ketamiz. Inshaalloh, agar sizlarga yoqsa bo'lsa, savollaringizni kommentariyada qoldiring.